Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Bugungi ishlaydigan masalamiz TwoSum2 masalasi. Bu o'sha LeetCode platformasidagi eng birinchi va mashhur bo'lgan masalalardan biri. TwoSumning mantiqiy davomi hisoblanadi. Bizga berilgan shart o'sha birinchi masala bilan deyarli bir xil, lekin undan farqli o'laroq bizga o'sha sorted holatdagi array berilgan. Biz ikkita elementni topib turib, ularning indekslarini agarda targetga teng bo'ladigan bo'lsa, funksiyamizdan qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Birinchi masaladan farqli o'laroq o'sha indeksga 1 qo'shib qaytarishimiz kerak. Ya'ni bu yerda 0 bilan birinchi indeksdagi element, ya'ni 2 bilan 7 targetga teng bo'lyapti va ularga 1 qo'shganda 1 bilan 2 paydo bo'ladi va funksiyadan mana shularni qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu masalani qanday ishlaymiz? Bizga left bilan right pointer kerak bo'ladi. Uni leftni eng chap tomonga, rightni esa eng o'ng tomonga qo'yib olamiz va biz 3 ta holatda tekshiramiz. Agarda left bilan rightni yig'indisi t ga teng bo'ladigan bo'lsa, ana shu ikkalasini ikkita indeksni shu 1 qo'shib turib funksiyadan qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Agarda left bilan rightni yig'indisi targetdan katta bo'ladigan bo'lsa, buni o'sha rightni bitta o'ngga surib qo'yamiz. Agarda aksincha bo'ladigan bo'lsa, leftni surib qo'yamiz. Bu qanday holatda bo'ladi ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozir right eng o'ng tomonda, left eng chap tomonda turibdi. Ya'ni bizda 15 bilan 2 ni yig'indisi 17 ga to'g'ri keladi. Bu o'sha birinchisiga tushmaydi, birinchi holat uchun. Ikkinchi holat uchun tushadi, chunki ikkalasining yig'indisi targetdan katta bo'lyapti va biz mana bu rightni bitta chapga surib qo'yamiz va yana bitta tekshiramiz. Tekshirganimizda bizga 11 bilan left mana bu yerda 2 ni beradi. Bu 13 ga teng bo'ladi va yig'indadan katta hisoblangani uchun yana bitta rightni chap tomonga surib qo'yamiz va bu bizga 2 bilan 7 ni beradi. Bu o'sha eng birinchi shartimizga mos keladi va ularning indekslarini, ya'ni 0 bilan 1 ni olib turib, ularga 1 qo'shib turib funksiyamizdan qaytarib yuboramiz. Ya'ni 1 bilan 2 ni funksiyadan qaytarib yuborishimiz mumkin. Keyingi misolni ham bitta tezda ko'rib chiqib olamiz. Demak, left bu yerda, right bu yerda, ya'ni 1 bilan 3 ta turibdi. Ikkalasining yig'indisi, ya'ni 2 bilan 4 ning yig'indisi 6 ga, ya'ni mana bu targetga teng bo'ldi va 1 bilan 3 ni olib turib funksiyamizdan qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Kod formatida qanday bo'ladi? Demak, bizga left pointer bilan right pointer kerak bo'ladi. Left eng o'ng tomondan boshlanadi. Right esa namsni uzunligidan o'sha bitta -1 ni ayirib qo'yamiz. Bu degani o'sha eng oxiriga qo'yildi degani. Bu masalani ishlash uchun bizga while loop yordam beradi, chunki left eng chap tomondan o'rtaga qarab, right esa eng o'ng tomondan o'rtaga qarab yurishimizda yordam beradi. Agarda tekshiramiz, agar namsni left bilan namsni rightni yig'indisi targetga teng bo'ladigan bo'lsa, biz funksiyadan ana shuni left bilan, ya'ni rightni 1 qo'shib turib qaytarib yuboramiz. Bitta arrayga joylab turib, aks holda ularni yig'indisi katta bo'ladigan bo'lsa, rightdan bitta ayirib qo'yamiz. Eng so'nggi holatda, ya'ni kichik bo'ladigan bo'lsa, leftga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Demak, masalamiz 79% foydalanuvchilardan tez ishladi va 3 millisekund vaqt egalladi. Bu masalamizning tezligi Big O da n ga to'g'ri keladi. Hozir tushuntirib beraman, chunki biz namsni uzunligi n ga teng bo'ldi va biz o'ng tomondan va chap tomondan o'sha arrayni o'rtasiga qarab har bitta holat uchun tekshirib chiqamiz. Ya'ni eng yomon holatda har bittasi tekshiriladi yokida shu mos elementlar uchraydigan bo'lsa, o'rtarog'ida to'xtashi mumkin. Space da, ya'ni xotiradan bu Big O da o'sha 1 egalladi. Biz faqatgina left bilan rightni ishlatdik.
bu o'sha xotirani 2 egallaydi. Bular o'sha variant ichida qiymatlari yangilanib turdi. Lekin umumiy ma'noda mana bu son, ya'ni 2 big O ni ichiga kirganda 1 ga to'g'ri keladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.